Bani Isroil payg'ambarlarning zamonasida bir ish bo'lgan. 3 ta odam bor edi. Juda ham qiyin holatda yashashayotgan. Bittalari pes bo'lgan, bittasi kal bo'lgan, bittasi ko'r bo'lgan. Alloh taolo bularga bir farishta yubordi. Farishta bir suratda kelib, haligi pes bilan gaplashibdi. U bilan hasratlashadi-ku. Hasrat qilib o'tirib, sen dunyoda nimani xohlarding debdi. Desa bu aytibki, meni bitta orzuyim bor. Mana bu tanam, badanimdagi narsa ketsa, meni ham hamma qatori go'zal tanam bo'lsa, go'zal terim bo'lsa debdi. Bu odamni bu orzusini siz bilan biz tushunmaymiz. O'zi asli bu bir nopok narsa emas, yo bir qo'lin najosat narsa emas. Nimagadir odamzod beriga odam bundan qochaveradi. Bu qochgan sari nariga hijolat tortaveradi. Bundan katta musibat yo'q dunyoda. Buni hozir deganim o'zi biladi nima o'tyapti ichidan. Shundaymi dedi. Haligi shunday yuziga, boshiga, qo'liga qo'lni qo'yib surtdi, yaxshi qoldi. Dunyo moli mulkidan nimani xohlarding dedi. Men tuyani yaxshi ko'raman dedi. Bunga bir 10 oylik bo'g'oz tuya hadya qilindi. Duo qildi, barakot bersin Alloh dedi. Ketdi. Kal odamga uchradi. Suhbat asosida sen dedi, nima orzu qilasan dedi. Mendan dedi, mana bu narsa ketsa dedi. Odamlar mendan jirkanmay qo'ysalar. Shumi? Shu. Boshiga qo'lini qo'yib surtdi. Shunday ajoyib Alloh taolo go'zal soch berdi bunga. Dunyoni molidan nimani xohlaysan? Men dedi, sigirni yaxshi ko'raman dedi. Bunga bo'g'oz sigir berildi. Duo qildi. Barakot bersin dedi, ketdi. Ko'zi ko'r odamning oldiga bordi. Bu odam aytdiki, men dedi, odamlarni ko'rsam dedi. Alloh taoloni bu dunyoni go'zal yaratganini ko'rsam, nima bo'lyapti atrofimda, kimlar bor, ranglar qanday bilmayman dedi. Shumi? Shu. Ko'zi siymiladi. Ko'zi ochildi. Dunyoni molidan nimani xohlaysan? Men qo'ylarni yaxshi ko'raman dedi. Bo'g'oz qo'y hadya qilindi. Va duo qildi, ketdi. Alloh taolo shunaqa barakot yubordiki, 10 ta, 100 ta, 1000 ta emas, bir vodiy tuyasi bo'ldi. Bir vodiy mol qo'yi bo'ldi. Uni sanog'ini hech kim bilmasdi. Shu darajada boyib ketdi. Haligi suratida qaytib keldi. Kelib, birodar dedi, men bir faqir, musofir odamman. Birinchi odam oldiga kelyapti. Sizga bunday go'zal teri bergan, go'zal yuz bergan, bitmas tuganmas mol bergan Alloh haqqi, menga bitta tuya bering, joyimga yetib olay dedi. Desa, bu odam aytdiki, birodar dedi, hammani gapini aytdi. Hozir kimni oldiga shunaqa deb borsangiz nima deydi? Shu ishlarim uncha bo'lmay turibdi deydi. Yoki hozir berib yuboraman. Keyin odamlardancha oldi berdim bor dedi. Shu gap o'sha paytda ham bor ekan. Rasululloh shu gapni aytganlar. Odamlardan oldim berdim bor, beradigan narsam bor. Dedi, ey birodar, odamlar sendan jirkanar edi. Alloh senga shunday go'zal yuz berdi, go'zal teri berdi, kambag'al oding mol berdi. Dedi, bo'shat gapini bo'ldi-da, yo'q unday bo'lmadi. Bu mol dunyo menga otamdan qolgan dedi. Dedi, agar dedi, yolg'on gapirayotgan bo'lsang, Alloh seni jazolasin dedi. Ketdi. Narigi odamning oldiga bordi. Men bir faqir, miskin odamman, hali gap qaytardi. Shunday go'zal yuz bergan,
shuncha mol dunyo bergan Alloh haqqi so'rayman. Bir dona mol bersang yetib olaman dedi. U ham haligi gapni aytdi. Bunaqa edi, bu mol dunyo, oho, men bunaqa qilguncha qancha qiynaldim, otam rahmatlidan qoldi bu dedi. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, Alloh seni oldingi holatingga qaytarib qo'ysin dedi. Narigi odamni oldiga bordi. Inoyatullo bu uchovini holatlari uch xil edi. Birinchisi odamlar undan haqiqatdan jirkanar edi. Ikkinchisidan jirkanishmas edi-yu, o'zidan o'zi hijolat bo'lardi. Mana bu odamdan hech kim jirkanmas edi. Ko'r odamdan hech kim jirkanmaydi. Balki unga yaxshilik qilishadi, yordam berishadi, odamlar uni yaxshi ko'rishadi. Bu faqat orzu qilar edi ko'rishini. U unga nima dedi? Sizga go'zal ko'z bergan, shuncha mol dunyo bergan Alloh haqqi so'rayman, bir dona qo'y bersangiz dedi. Men joyimgacha yetib olsam dedi. Davud, "Hoy birodar" dedi. "Bitta qo'ymas" dedi. Alloh haqqi dedi. Xohlaganingizni olib, xohlaganingizni menga qoldiring. Haqiqatan shu narsani menga Alloh bergandi dedi. Allohga qasamki, siz olgan narsadan biron bir narsasida tama qilmayman dedi. Shunda bu duo qildi. Alloh sizga barakot bersin. Men bir sinash uchun kelgandim sizlarni. Avvalgi ikki sherigingizdan Alloh rozi bo'lmadi dedi. Sizdan Alloh rozi bo'ldi dedi. Bizlarni muxlislarimiz, sizni muxlislaringiz, dunyo bo'ylab ko'rib turgan barcha yori do'stlarimizga iltimosim, tavsiyam shuki, biz ko'r bo'lib yana ko'zimiz ochilib qolmadi. Pes bo'lib tuzalmadik. Kal bo'lib sochimiz chiqmadi. Lekin bu narsalarni bizga Alloh berdi. Alloh o'z ne'matini xohlagan vaqtda olib qo'yishligi mumkin. Alloh haqqi bir narsa so'ralsa, hech qachon rad etmaylik. Alloh haqqi so'ralganda bermagan ham, Alloh haqqini deb suiiste'mol qilib birovdan so'ragan ham Allohdan uzoq degan gap bor. Bu juda nozik jumla. Shuning uchun hozirgi qo'y egasidek Alloh uchun bir narsani bersak, hech qachon kamayib qolmaydi u.